Assalomu alaykum. Implant yoki protez tanlovida qiynalyapsizmi? Keling, biz sizga tanlovda yordam beramiz. Implant va protez bitta funksional bajaradi. Lekin savol nimada? Qanday bajaradi? Implant chaynov bosimini suyakka yo'naltiradi. Protez og'iz bo'shliqdagi yumshoq to'qmalarga yo'naltiradi. Protez bilan implantni plus minusini sizlarga tushuntirib berishimdan oldin qisqa ma'lumot berib o'tishim kerak bo'ladi. Bizni suyaklarda ikkita kletkalar bor. Bu osteoblast, bu osteoklast. Osteoblast suyakni yengillab beradi. Osteoklast bo'lsa suyakni yemiradi. Osteoblast suyakni yengillash uchun unga signal kerak. Bu chaynov bosimi. Osteoklastga bo'lsa suyakni yemirish uchun signal kerak emas. U suyakni yemiraveradi. 1 yilning ichida agar chaynov bosim bo'lmasa, normada suyak 4 mm ga kamayib boradi. Ana endi bu ma'lumotni o'rganib chiqqanimizdan keyin implantni va protezni plus va minus tomonlarini tushuntirib etsak bo'ladi. Protezni plus tomonlari arzon va dostupniy uslub. Minus tomoni bo'lsa protezni chaynov bosimi og'iz bo'shliqdagi yumshoq to'qmaga yuborilganligi uchun normada suyak 4 mm har yil ketisha boshlaydi. Shun bilan biz srok godnostini etib o'tib ketsak bo'ladi. Protez minimum 5 yil, maksimum 10 yil sizga xizmat qilishi mumkin. Suyak kamaygandan keyin baribir implantatsiya uslubiga kelasiz. Lekin u payt operatsiya уже sal murakkabroq o'tadi. Endi implantni plusi va minuslari. Implantlarning plusi chaynov bosimi suyakka yo'naltiriladi va chaynov funksionalini to'liq tiklab beradi. Implant minuslariga nima kiradi? Qachonki biz implantni qo'ya olmaymiz. Birinchisi bu rakovый заболевание bo'lsa, ikkinchisi qon kasalliklari. Agar bittagina tish bo'lmasa, menga qaysi birini qo'yish qulay va arzonroq tushadi? Implantmi yoki protezmi deysizlar. Bizning klinikada har doim variant beriladi. Biz sizga agar bittagina tishingiz bo'lmasa, mastovidniy protez ham qo'yib berishimiz mumkin. Implant ham qo'yib berishimiz mumkin. Lekin har bitta narsani biz o'rganib chiqqandek, o'zini plusi va minusi bor. Agar bittagina tishingiz bo'lmasa, mastovidniy protez qo'yib berishimiz mumkin, lekin uni minuslariga nima kirib chiqadi? Bu birinchisi, ikkita sosedniy tishlarni nervini olib chaqlash kerak bo'ladi. Bu degani tish mort bo'ladi va sog'lom tishni chaqlab tashlash kerak bo'ladi. Undan keyin protezni o'rnatilinadi va vaqt o'tib ikkita tishga katta nagruska tushganligi uchun tishlar qimirlab, suyak qochib, u tishlardan ham ayrilib qolasiz. Oxirida implantatsiyaga kelasiz. U vaziyatda biz уже bitta implant emas, ikkita implant qo'yishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun agar bittagina tishingiz bo'lmasa, har bitta chaynov bosimi suyakka to'g'ri, ravnomerno berilishi kerak. O'shaning uchun biz sizga sun'iy ildiz implantni qo'yishni tavsiya etamiz. Agar og'iz bo'shligingizda umuman tishlar bo'lmasa, siz savol berasiz. Qaysi uslub arzonroqga tushadi? Protez yoki implant? Keling, bu savolga javob berish uchun bitta vaziyatni primerga olamiz. Birinchi variant. Og'iz bo'shlig'ingizda tishlar umuman yo'q. Siz protezni tanladingiz. Lekin biz siz bilan muhim ma'lumotga egamiz. Agar suyakka chaynov bosim ko'p vaqt tushmasa, suyak yemirilishi boshlaydi. Protezingiz milkingizga o'tirmay qolishi mumkin va siz u payt implantatsiya uslubiga kelasiz. Lekin u vaziyatda implantatsiya operatsiyasiga biz sun'iy suyak ham qo'shishimizga to'g'ri keladi, chunki suyagingiz yemirilib ketgan bo'ladi. Endi shu vaziyatda boshiga qaytamiz. Sizning og'iz bo'shlig'ingizda tishlar umuman yo'q, lekin suyagingiz yetarli darajada. Unda biz 4 ta implant qo'yib, sizga временный koronkalar qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi va siz bir kunning ichida уже tishlar bilan chiqib ketasiz. Shu ma'lumotlardan kelib chiqib xulosa qilamiz. Implantatsiya bu optimal variant. Ammo biz sizga tanlovni har doim o'zingizga qo'yib beramiz va har doim yaxshi tanlov beramiz. Agar sizni ham shunga o'xshash muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing.